Jamshid aka, ko'p mijozlarda bitta muammo bor. Showroomga kelib, menga mana shu rang yoqdi, uyga olib borib xuddi shuni qilaman deyshadi. Olib borib qilganlaridan keyin ko'zlariga boshqacha ko'rinadi. O'zi buni sababi nima? Bu juda ham ko'p beriladigan savollardan. Buni sababi oddiy misol bitta rangni o'zi sizga tanlagan yorug'lik hisobiga 3-4 xil rangda ko'rinishi mumkin. Buni sizga hozir amalda ko'rsatib beraman. Oddiy misol qarang. O'zi rang shu. Bunga agar siz sariq rang qo'yadigan bo'lsangiz, ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ochiqroq rang qilaman desangiz, yana o'zgaryapti. Limon svet qilaman desangiz, umuman boshqacha ko'rinish va oq rang beraman desangiz, yana o'zgarish bor. Hattoki muz rangda umuman boshqacha ko'rinish. Hatto o'zida ko'rishingiz mumkin. Mana bitta rangni o'zi qanchalik siz tanlagan yorug'lik hisobiga rangini o'zgartirib olishi ehtimoli katta. Shuning uchun showroomga ham shunaqa moslamalar qilib qo'yilgan. Siz yoqtirgan rang, siz qo'ymoqchi bo'lgan svet nurida, yorug'lik nurida qanday ko'rinishini hatto o'zida bemalol ko'rsangiz bo'laveradi. Agarda sizga ham Sekurilla va Attachento mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol showroomimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzil Hamza teatr ro'parasida, san'atkorlar domini tayyorlaydi.